Nobel qo'mitasi o'z obro'sini yo'qotgan, dedi Vladimir Putin. Rossiya rahbarining so'zlariga ko'ra, Nobel qo'mitasi bir necha bor tinchlik uchun hech qanday harakat qilmaganlarni mukofotlagan. AQSh rahbari Donald Trump tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga loyiq yoki yo'qligini bilmayman, lekin u yillar, hatto 10 yilliklardan beri davom etib kelgan murakkab inqirozlarni hal etish uchun haqiqatdan ham ko'p ish qilmoqda. Bunga yorqin misol Yaqin Sharqdagi vaziyat. Agar hammasi omadli yakunlansa, bu tarixiy voqea bo'ladi, dedi Rossiya rahbari. Trump Nobel mukofoti haqidagi so'zlari uchun Putinga minnatdorchilik bildirdi. Prezident Putinga rahmat, deb yozdi Qo'shma Shtatlar rahbari o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Zelenskiyning Kremlga tomahawklar bilan zarba berishdagi tahdidlari nafaqat shantaj, balki maqtanchoqlik hamdir, dedi Vladimir Putin. Rossiya rahbari bu fikrni Dushanbeda o'tkazilgan MDH davlatlar rahbarlarining yig'ilishidan keyingi matbuot anjumanida bildirdi. Putinning ta'kidlashicha, AQSh tomonidan Ukrainaga Tomahawk uzoq masofali raketasining berilishiga javoban Rossiya o'zining havo mudofaasini kuchaytiradi. Shuningdek, u Rossiya yaqin kelajakda mutlaqo yangi turdagi qurol haqida ma'lumot berishi mumkinligini bildirdi. Rossiya rahbarining so'zlariga ko'ra, bu qurolning sinovlari omadli o'tmoqda. Putin Rossiya qurollarining zamonaviyligi va aniqligi yuqori darajada ekanini ta'kidlab, mamlakat muzokaraga tayyorligini, biroq AQSh buni rad etgan taqdirda hech qanday tiyib turish tizimi qolmasligini bildirdi. SSRni tiklash imkonsiz, lekin umumiy iqtisodiy makonni saqlab qolish lozim, dedi Aleksandr Lukashenko. Men hech kimni sobiq Sovet ittifoqini qayta tiklashga undamayapman. Bu bugungi kunda imkonsiz, ammo iqtisodiy makonni saqlab qolishimiz kerak, dedi Belarus rahbari. Viktor Orban Ukrainani Vengriyaning siyosiy hayotiga ta'sir o'tkazishda urinishda aybladi. Vengriya bosh vazirining so'zlariga ko'ra, Ukraina razvedkasi Vengriyani shunchaki kuzatib qolmay, Ukraina parast partiya orqali mamlakatga kirib kelgan. Ukraina ittifoqchilariga hokimiyatga kelishda texnologik yordam ko'rsatish orqali Vengriyaning ijtimoiy va siyosiy hayotiga singib borgan. Ilgari biz ruslar allaqachon uyimizda degan bo'lsak, endi ukrainlar allaqachon smartfoningizda deyishimiz mumkin. Biz bu holatni shunday qoldirmaymiz, deb ta'kidladi Vengriya bosh vaziri. Donald Trump Falastin davlatining tashkil qilinishiga o'z fikrini bildirdi. AQSh rahbari ikki davlatli yechim haqida fikringiz qanday degan savolga mening aniq fikrim yo'q. Ular nimaga kelishsa, men o'shani qo'llab-quvvatlayman, deya javob bergan. Yevropa ittifoqi Putin hibsga olinmagani uchun Tojikistonni xalqaro jinoiy sud talablarini bajarmaganlikda aybladi. Turkiya G'azo hududida tinchlikni nazorat qiladi, dedi Rajab Toyyib Erdo'g'an. Anqara G'azoning vayron qilingan infratuzilmasini tiklash ishlarida ham faol ishtirok etishni rejalashtirmoqda.